1-fevraldan O'zbekistonda kutilmagan yangilik. Ushbu xabarni ota-onalarga tezda yuborib qo'yamiz. Assalomu alaykum tomoshabinlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga like bosing. Like bosgan qo'lingiz dard ko'rmasin. 1-fevraldan kambag'al oila talabalarga kontrakt uchun davlat yordami beriladi. 2026-yil 1-fevraldan kambag'al oila reyestriga kiritilgan oilalardagi kasbiy va oliy ta'lim tashkilotlarining o'quvchi talabalarning to'lov kontrakt summasining 50% gacha qismi davlat tomonidan qoplab beriladi. Yordam miqdori ijtimoiy shartnoma sharoitining bajarilishiga qarab belgilanadi va bir o'quv yili uchun eng kam ish haqining 50 baravaridan oshmasligi kerak. Ushbu xabarni tezda ota-onalarga yuborib qo'yamiz. Kimda qanday fikr bo'lsa, kommentariyada o'z fikrini qoldirsin. Biz albatta javob berishga harakat qilamiz.